Ha. juda tafakkurli inson. Ha. Ayollarimizga shu she'rlarni bag'ishlab oladigan, satrlari faqat ayollarimiz uchun bag'ishlangan ajoyib shoir, prodyuser, serqirra ijodkor, Ajoyib inson. Ha. tonggi mehmonimiz Bobur Bobomurod. Marhamat. Bobur aka, Tashrif keling. buyurdilar. Assalomu alaykum. Ustoz. Xush kelibsiz. Bobur aka, Erta assalomu tongda. Keling, Bobur aka. Xush kelibsiz. Bormi Keling. sizga? Menga bitta she'r Bizani kerak yonimizda edi. olib qo'ying. Bir o'tiring. Ha, ayollar Ayollarga boshqa bir boshqacha tuhmat toshlari Yo, otilyapti. yordamga chaqirdik. Bahs paydo bo'lib qoldi Bobur aka, o'shaning uchun sizni chaqirdik. Qani ko'rishib oling, salomlashib oling. Mikrofonimiz bormi? Mikrofon berildi. Ha, albatta bor. Keyin davom etamiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Zo'r TV kanali muxlislari. Xursandmiz bugun ulug' ayyom kunlari. Sog' bo'linglar. Rahmat. Endi Bobur aka. O'tkir aka hazillashib turarlar u kishi doim. Shunaqa deng. Siz eshitdingizmi bizni bahsimizni? Yo'q, mehmonlar. Ayollarni Men ilonga aytyapman. qiyoslab. Gapim yolg'on bo'lsa mana aytasiz. Bu qizlarimiz aytishyaptiki, Dilfuzaxon Mahmudogan har kuni ertalab erkak kishi turmush o'rtog'iga qarab, men seni yaxshi ko'raman, desin deyishyapti. Men qarishmasman. Lekin shunaqa desangiz, degan sari qimmatga tushib ketyapti, deyapman. Desam bo'la yo'q deydi, aytish kerak deydi, berish kerak deydi. Tushundingizmi? Nima deysiz siz? Qani? Uyda ahvol qanaqa sizda? Ahvol yaxshi, ya'niki ayollarga yaxshi so'zlarni aytish kerak va berib ham turish kerak. Chunki qancha bergansiz sizga shuncha Xudo beraverar ekan. Ana, baraka keladi. Yo'q, O'tkir aka. men hayotda tajribamdan kelib chiqyapman. Shunaqami? Ha, biz Mayli. antenaga o'xshaymiz. Kelaveradi, beraveramiz, kelaveradi. Ana O'rtadagi vositachi ekanmiz. Mana ko'rdingiz o'tkir aka, mana. Qancha bersiz shuncha ikki Yana bir baravar odam bo'lib keladi. tasdiqladi bu gapni. Shuncha paytdan beri hech balo bermasdim. Qani bugun borib bir berib Ana. qo'yingchi. Bermagansiz Qaytamiz. shuning uchun Keyin ko'paymagan. jumada aytaman sizlarga, xo'pmi? Xo'p. Bo'ldi. Ayol zoti mo'jiza tilsim qovurg'adan yaralgani uchun to'g'rilamoq, tuzatmoq bekor. Uni faqat silamoq mumkin. Ana, voy, bormisiz Bobur aka? Voy, boydan bir Ana. chaqirdik. O'tirimiz gaplashib. Shunaqa. Foydasi yo'q demoqchiman bu kishida. O'zingiz salomatmisiz Bobur aka? Kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin. Yangi baxt, yangi omadlar olib kelsin sizga. Sog' salomat bo'ling. Nima gaplar shu she'riyat olamida? Endi bilamiz, Bobur aka hech qachon quruq qo'l bilan yurmaydilar. Hech bir bayramni shunchaki o'tkazmaydilar. Albatta nimalardir tayyorliklar, nimadir yangiliklar olib keladilar. Qanaqadir yangi ijodlarda yangilik bo'ladi bu. O'rganib qolganmiz. Xuddi Qorboboga o'xshaydilar, O'tkir aka. Albatta sovg'a bilan Yosh yuradilar. qorbobo. Yosh Navqiron qorbobo. qorbobolar. Sizdan. O'zi yil ham tez o'tib qoldi-da. Judayam. Judayam. 25-yilni kecha nishonlagandek bugun. Lekin yaxshi kunlar bo'ldi. Ana O'tkirjon do'stimda to'ylar bo'ldi. Menda nevaralar bo'ldi. Yaxshi kunlar ko'p bo'ldi. Istemasi. Esda qolarli yil bo'ldi. Yaxshi yil bo'ldi. Va yangi yil ham yaxshi bo'lsin. Ha, kelayotgan yangi Kelayotgan yildan da yil. chiroyli bo'lsin. Albatta, To'ppa-to'g'ri edi. Bundan ham barakali bo'lsin, bundan ham fayzli bo'lsin, bundan ham chiroyli bo'lsin. Nabirali bo'ldingizmi, Bobur aka? Bu yilda tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Nabiraga atab O'xshamaysiz-ku. she'r Boboga yozdingizmi, o'xshamaysiz. nabiraga atab she'r? 14 ta bo'ldi. Ana, 14 ta bo'ldi deyaptilar. Oho. O'zingizdan ketib qolmang. Oho. Mana ko'rdingizmi? Ayollarga pul bera, mana oxiri hozir navaralarga o'tib ketdilar. She'r yozib charchadim demoqchisiz-da, 14 ta bo'ldi deganingizda. Yo'q. Qancha ko'paygani sari xursand bo'lyapmiz-da. Ha, sog' Ular yoshartiradi odamni. Albatta, voy. Yoshartiradi, yugurib. Ular uchun harakat. Mag'zi deydi-yu, shirin deydi-yu. o'g'il qizdan qutulsangiz, keyin nevaralarga tutilasiz-da. Mayli, hammaga shunaqa tutilish nasib qilsin. Bitta zo'r maqola eshitdim ustozlardan. Shotut qoqma, navara boqma degan. Voy, bir ajoyib maqollarni topasiz. Navara boqma nega? Shunaqa maqol bormi? Yo'q, bu yaxshi. Birinchi eshitishim. Yo'q, yaxshi, bor shunaqa maqola. Shotut nima dedingiz? O'zbek adabiyotidan boxabar bo'lib turinglar. Shotut qoqma, navara boqma. Boqma. Men analiz qilib beraman, mana shoirlar Hop, analiz qilingchi, nima deyilgani bu? Shotut shunaqa mevaki, kirib uni qoqib bo'lmaydi. Ha. Qoraytirib yuboradi amajib. Kiyimda bo'lsangiz, kiyimni libosingizni dabdala qiladi. Uni yuzi ham ketmaydi. Bilamiz. Keyin tashlab yuborish kerak. Shu ma'noda aytilgan. Shotut qoqma deyilgan. Shotutda ehtiyot bo'lib terib olish kerak. Ha. Bittalab. Navara boqma degani, endi masalan qizingizni uzatdingiz, qizingiz bolasi bilan keldi, navara-ku ham. Ha. Endi u ularning bolasi. To'g'ri. Yo'q taraf shunaqa gap bor. To'g'ri.
O'zingniki o'g'lingniki bo'ladi. yashang. Ha. O'shaning uchun uni ehtiyot bo'lgan, navarani ehtiyot qilgan. O'zing yemasang ham unga ber, o'zing kiymasang ham unga Ehtiyot bo'lib munosabatda Ha, bo'lgan u deyilgani. ularning navarasi degan. Ha. Keyin navarani hammasini Chiroyli 14 ta maqol deyaptilar. ekan. Hamma navara kelsa boshingizni olib ketadi. O'shaning uchun boqma degan ma'noda aytilgan. Bildingizmi? Chiroyli. Bir xalqimiz har bir maqolada bir ma'no bor-a. Albatta. Qarang. Uni so'zini ma'nosini Qoyil. chaqish kerak. Uni darrov qo'pol ma'noda tushunmaslik kerak. Ha. Hayotning tajribalari. Ha, bu hayotda ota-bobolarimiz tajribadan kelib chiqib aytilgan. Qarang, chiroyli aytilgan. Shod, Qoyil. boqma, navara boqma deb qo'yilgan. Ajoyib. Ber ota-onasiga, o'zi qarasin. O'zingni yaxshi ko'r, Ha. o'zingni ehtiyotingni qil degan ma'noda ham aytilgan. She'r qilamiz endi. Ha? She'r qilamiz. Yaxshi. Zo'ra? Shotirxon. Mavzu. Gonorari o'rtasidan bo'lasiz bo'lib qo'ying. Qizg'anchilik qilmang. Ha. Ha. Mana shunaqa bugun Bobur Bobomurod tashrif buyurganlar va bir o'zlari kelmaganlar. Yo'q-e. Nasib etsa. Doimgidek. Ha? Men aytganimdek Qorbobo albatta sovg'a bilan keladi. Ha, ha, ha. Ya, Bobur Bobomurod yangiliklarga to'lib yuradilar. Men internetdagi boya gaplashdik o'sha ommaviy Aha. axborot vositalar, ijtimoiy tarmoqlarga men ulanib olganman. Har kuni borgan joylarini albatta qo'yib yoritib boradilar. Tinim bilmaydigan ijodkorlarimizdan biri. Xullas, biz hozir sahnaga Kumush va Komron. Kamronni taklif etamiz. Yangi duet, yangi Ijodkorlar. ijodkorlar, yangi guruh. Serqir. Marhamat. Qanday keyin o'zimiz bilib olamiz. Marhamat yigitlar. marhamat. Qizlar. Afarin, Kumush Kamron va va Kamron. Marhamat. Assalomu alaykum. Kelinglar. Kelinglar, Kelinglar. hurmatli yoshlar. Qani mana shu divanga Keling, o'tirishamiz. Kumush assalom. Keling. Yaxshimisiz? Kelinglar. Sog'lik, yaxshimi? Keling. O'tiring. Kelibsizlar. O'tib turing. Yo'q. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mikrofonni qo'ymanglar, Ha, salomlashib olinglar. mikrofonni qo'ymasdan. Keyin yana maslahat qilamiz. Marhamat. Kelibsizlar, Kamron. marhamat. Salomlashib. Hola, assalomu alaykum. Yaqinroq. Yaqinroq o'shang mikrofonni. Assalomu alaykum. Assalomu Va alaykum assalom. Qolaversa, Saloming bo'lmasa ikki xalqimizga bilan ham bir yutardim. Xayrli tong barchaga. Boshlanayotgan Rahmat. kun tong muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshiliklarga, yaxshi yangiliklarga boy bo'lsin. Rahmat Kamron. Kumush marhamat. Assalomu alaykum. Yaqinroq ishlang. Assalomu alaykum. Barchaga xayrli tong. To'xtang. Hozir qo'shiq aytayotgancha jaranglab chiqdi. Ovozingiz. Nima bo'ldi hozir? Judayam ta'sir qildi.
Sal shamollab qolganman. Ha. Demak, kamroq gapirtiramiz, chunki ovoz asrashi kerak. Ha. Adashmasam, Qaysizlar? Kamron ishlar yaxshimi? Rahmat ustoz. Xush kelibsiz. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. sostavimizga. Bobur aka, bu yangi guruhmi yoki shunchaki duet qo'shiq kuylashdimi xonandalar? Ular duet. Duet, Duet, lekin Ijod alohida. yo ijod bo'laveradi, birgalikda ijod bo'ladi, faqat duet. Endi guruh odatda biz hali to'ylarda, nimalarda o'tiradigan yigitlarni, Guruh deb qizlarni bilamiz. tushamiz. Lekin bular endi duet, chunki ikkalasidan san'atkor. Doimiy ravishda birga kuylashadi, to'g'rimi? Ikkalasidan ijodi borda, o'zini ijodi bor. Ha. Doim ravishda endi bir-birini to'ldirib, xudo xolasa. Ha. Bunaqasiga Kumush bunaqasiga bilan aytaveradi. kelgandingiz, bir kumushni o'zini olib kelgan edingiz. Birga chiqqandinglar, endi mana Kamron ham qo'shilibdi, tabriklayman. Ko'payishib Chiroyli qoldik-da qo'shiq. endi. Ha? Ancha ko'payishib qoldik deydi. Ha, 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 Ko'paygan sizlarga ta'sir qilibdi-da. Mayli, Judayam ko'payinglar. chiroyli. Qalay, Kamron? Rahmat ustoz. Kimni taklifi bo'ldi bu birga qo'shiq kuylash? Mana. Albatta, men ustoz oldilariga bordim va fikrlashib, biz Kumushxon bilan bitta institutda tahsil olamiz, ya'ni Aha. O'zbekiston konservatoriyasi, davlat konservatoriyasi qoshidagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'at Nechinchi institutida Kumushxon 3-bosqich talabasi, men 1-bosqich magistranti tahsil olamiz. Konservatoriyada bir tadbirda, konsertda birga ishtirok etgandik. U vaqtda alohida chiqishimiz bor edi. Keyin ustoz zalda o'tirgan ekanlar, mani videoga olib, istoriyalarga joyladilar. Keyin konsertdan keyin ustozni oldilariga bitta yaxshi akaxonimiz bor, olib bordilar. Keyin shunaqa bir ijodiy Kelishuv hamkorlik boshlasak degan. Yetdimi hozir sizga mana gapimiz keyin- isboti, ko'rdingizmi? Nasib Bobur Bobomurod ijtimoiy tarmoqda faollar. Qayerga bordilar, nima qo'ydi, yeb ichdilar, qayerga bordilar, kim bilan gaplar, hammasini o'sha Qo'yib boradilar. gruppalarga qo'yib boradilar. Shuning uchun kuzatsangiz agar Bobur Bobomurodni hamma narsadan, ko'p narsadan xabardor bo'lib turasiz. Yaxshi narsalardan, maktab ochildimi, ijodiy uchrashuv bo'ldimi, she'riyat kechasi bo'ldimi? Yaxshi joylardan qolmaydilar. Ha, orasiga to'rqator she'r ham qo'shib qo'yadilar keyin. Qarang. Maza qilasiz gruppalarga kirib olsangiz. Ha. Mana yaxshi bo'libdi, xayrli bo'libdi. Bitta shu bunday qilib rasmga olib ijtimoiy tarmoq qo'ygan ekanlar, Kamron yugurib kelibdi. Ha, zo'r bo'libdi. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin. Bu birinchi qo'shig'inglarmi? Duetda kuylagan yo? Birinchi qo'shiqni biz hozir atayin olib qo'yganmiz, chunki desertkami? birinchi marta hozir jonli efirda ketadi. Aha. U hali nimaga chiqmasdan, tayyor bo'lmasdan, chunki bilan CD-ni va holat boshqa bor. Aha. Biz hali demo varianti bilan sal hali ijtimoiy tarmoqlarga joylab qo'ydik. Butun endi hamma Lekin to'liq varianti bugun Bugun yangraydi, yangi. to'g'rimi? Ha, Ha, juda ham yaxshi. Bo'ldi. Olib Demak, qo'yganmiz. Bobur Bobomurod guruhini hozir nom ham qo'yish kerak o'z bu guruhga. Hozir o'tkiraga topib beradilar birpasdan. Kamron hamda Kumush ijrosidagi qo'shiq birozdan keyin, bir necha daqiqalardan keyin jarang sochadi yangisi. Bizda esa hozircha reklama jarang sochib tursin. Bu yog'ini maslahat qilamiz keyin yana. Tomosha qilamiz. Xuddi shunaqa. Omon bo'lsin. Barakalla. Biz esa davom ettiramiz aziz yurtdoshlar. Bugun 19-dekabr. Nasib etsa 11 kundan keyin Ha, yangi yil kirib keladi. 11 kunmi? Pastda. To'g'risi bo'ladimi? to'g'ri. Nari berish bilan 10 kun deng. Yangi yil kirib keladi va yurtimizda katta bayramga tayyorgarchilik allaqachon boshlab yuborilgan. Bugun esa ana shu juma tongida aziz mehmonlarimiz ajoyib ijodkor, shoir, prodyuser, xonanda, raqqosa, xullas, serqirra Ijodkor. Bobur Bobomurod hamda Bobur Bobomurodni loyihasi bo'lgan Kumushxon hamda mana yangi a'zo Kamronbek adam ranjida qilishga xush kelibsizlar yana. Kelibsizlar yana bir bor. Xushvaqt bo'ling, rahmat. Kamronbek, taklif bilan chiqqaningizdan afsuslanmayapsizmi? Ha. Qanaqa hamkorlik qalay bo'lyapti? Qizimiz Yo'q, bilan umuman- ishlash qiyinmasmi? Bobur aka bilan ijod qilish qanaqa ekan? Ustoz bilan ishlash juda ham bir maroqli. Aha. Kutganingizdek bo'lyaptimi? Ustoz bunda tashqi ko'rinishlaridan og'ir bosiq insonga o'xshaydilar, lekin energiyalari borib, biz hali yoshmiz, lekin bizdan-da energiyalari kuchli-da, biz Yo'q. hali uni aniq qiladilar, bu taklif Fikrlar. qilishimiz kerak, buni qilishimiz kerak. Ulgursanglar Ijodiy bo'ldi. jarayon. Ha, biz ulgursak bo'ldi. Yana o'rtada charchab qolmayapsizlarmi deb qo'yadilar. Qoyil. Odatda Aytganman-ku, bilamizda, Bobur Bobomurod uncha-munchasini charchatadi deganman. odatda bilamizda, qizlar bilan ishlash birozgina qiyinchilik tug'diradi. Ya'ni Ularni Shapani fikrligini fikrlari. ko'tarish kerak. qanaqa sizni mavzuyingizga yo'q demeydilarmi yoki yo'q boshqa mavzuda aytamiz deb o'zlari injiqlanib turib olmaydilarmi?
Aynan shu so'zlarimiz, ijodiy jarayonlar bir joydan, bir fikrdan chiqqani uchun ham kulib qo'ydilar. bugun biz mana shu Sekin-sekin. sahnada turibmizda, duet shaklida bo'lib. Qolaversa biz hali hech qancha bo'lmadi ishni boshlaganimizga, lekin Kumushxon bilan juda ham bir xarakterimiz bir-birimizga Yaqin, deb a? o'ylayman. O'ylayman. O'ylaysizmi? Umid qiladilar. Savol, shu joyida uylanganmisiz? Aha. Ha, bo'ldi. Kamron, Kuchli bo'lsin. nechta qo'shiq kuyladinglar birgalikda? 10 ga yaqin bo'lib qoldi. O, qoyil. Ya'ni o'zimiz mualliflik qo'shiqlarimiz. Mualliflik. Studiyada ovozlar yozilgan, endi sekin-sekin tayyor bo'lyapti. Bugun albatta o'sha Barakalla. Premyera yuqorida aytib taronalar. o'tgan premyera taronlar. Kamronga qarab turib, kimni eslayapsiz? Kimni yoshligini eslayapsiz? Kim o'ylab qo'yib qo'ysa, Farruh Zokirov. ay yashang. Ay, o'xshatdim o'zi. O'xshaydilar. Qallarda. O'xshashlik Mayli, bor. ustoz yo'llarini bersin sizga ham. Shunaqa bo'lib yuring, ilohim. Ilohim. Xalq ardog'ida bo'lish nasib qilsin. Ha. Umringiz uzoq bo'lsin. Bu ijod yaxshi narsa, mana ijodda o'sha yangiliklar qilib turmasa, hozir hali ijodkor ko'p juda ham shiddatli zamonda yashayapmiz. Sal qadam ildamroq bosmasangiz orqada qolib ketish hech gap emas. Yaxshi ustozlarning qo'lida tahsil olish ham juda katta baxt-da. Albatta. Uni bilan Maktab birga ko'rish ish. kerak. Ha, juda ham katta baxt albatta. Bobur Bobonovni maktabi juda yaxshi, ibratli maktab. Ha. Qilgan ishlarini bilamiz, kimlarnidir o'sha qanaqadir joylarga, pog'onalargacha olib chiqib, Tushirma qilib, yangilarini olib, zo'rda. Bu ham bir ustoz, tarbiyachidagi gap, Bobur akam ham tarbiya, ham hayotiy tajribalar, hammasi jamil yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. O'tkir aka nom topib bermoqchi edilar. Ha. Nomini. Juda chiroyli qilib. Hali ko'rsatuvimizga tushashga vaqt bor. Hozir O'tkir aka juda o'ylashdilar, juda ham o'ylayapti. Nima nom bersak ekan? Bu vazifani, bu taklifni biz muxlislarimizga ham topshirishimiz mumkin. Sizlarga qanchalik ma'qul bo'ldi bu juftlik va qanday nom bergan bo'lardinglar? Qanday nomni taklif qilgan bo'lardinglar? Sizlarning fikrlaringiz Yaxshi bilan fikr bo'ldi, lekin qolamiz. bularni Kamron Kumush degan Instagram sahifasi Ha, bor. Shunga aha. kirib tagiga yozib qo'yishsa, Tagiga yozib, o'zlarining takliflarini jo'natishlari mumkin, to'g'rimi? Bemalol. Qo'shiqlardan keyin klip taqdim qilmadinglarmi hali? endi-da. Ha, endi. Bir hafta mumkin bo'ldi. Yo'q, qarang, bir hafta 10 kunlik ijodda o'zida 10 tacha qo'shiq yaratib bo'ldinglar. Har kuni o'ylar. Qoyil, bunaqangi tezlikni yo'qotmanglar. Ovoz nimaga olyapti? Ha, Unaqa bastakorga buncha xarajat qilib, nima keragi bor? ha. Bozorga borib, apelsin qaysi daraxtda o'sgan, mana mandarinni kimni bog'idan bo'lgan demaymiz-ku. Ha. Pulini nechi pildingiz olamiz, solamiz. Ha. Kamron Shartda bilan Kumush gapiradi, shart o'rtaga O'tkir aka. chaqirib, Chaqiramiz, qo'shuvni tinglaymiz. eshitamiz. Vazirga Bo'ldi, baho gap beramiz. emas. Qalay bo'ldi? Marhamat. Marhamat. Zo'r bo'ldi-a? Zo'r. Marhamat. Edi bahor o'shanda, sayri gulzor o'shanda, ishqing yurakni yoqar, dil beg'ubor o'shanda. Edi bahor o'shanda, sayri gulzor o'shanda, mehring yurakka yoqar, dil beg'ubor o'shanda. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Dardim aytsam til yonar, jonim yonar, dil yonar. Sensiz o'tgan kunlarim holiga kim ishonar? Dardim bor bo'lmasaydi, dili zor to'lmasaydi, bu ayriliq ko'p yomon, qalb armon bilmasaydi. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Yurakda yoshlik yana, yoshlik beboshlik yana. Koshki hech ayrilmasak, ko'zlarim yoshli yana. Uchrashdik yana bog'da, yurak qaynagan chog'da. Istagim sevgan dillar asla qolmasin dog'da. Ko'ngil yonmasin kamda, unutib o'zni g'amda.
yashanglar. gap O'tirmaylar, bo'lishi mumkin emas. o'tirmaylar. Kumush salomat bo'ling, sog' bo'ling. Sizga kun Oh. chiroyli kun. Komronjon, siz bilan Bobur akamga reklama. Shu ham bo'ladi sizlarga. Davom etamiz aziz yurtdoshlar. Eslatib o'tamiz, bugun haftaning 5-si, ya'ni juma, barchaga ayyom muborak bo'lsin va 19-dekabr tongida sizlar bilan didorlashib turibmiz. Mehmonlarimiz Komronjon, Kumushxon hamda ajoyib ijodkorimiz Bobur Bobomurod. Yana bir Komron bilan sizlar. Kumush Bobur akamni loyihalari ana shunday yoshlarga bir ham tarbiya, ham Yangi maktab, tandirdan uzilgan loyihalari. Ha, issiqqina. chiroyli ijodlarni ijod bo'stoniga tortib olib kirganlar mana endi chiroyli qo'shiqlardan bahramand bo'ldi. Yana bitta ijodkorimiz kelgan o'rtoqlar. Yo'q, Ijozat juda bersin. bag'ringiz keng dey O'tkir aka. Juda. Qatdan topdingiz Bugun ijodkorni O'tkir pasda? Muhammadxo'jayev bag'rida ochiq eshiklar kuni. Oh. Shoirona gap bo'ldi, Bobur aka. Ha. Xo'sh, davom etamiz aziz do'stlar. Bugun 19-dekabr, yangi yilga hash-pash deguncha 11 kun vaqt qoldi, lekin bayram shukuhi, bayram kayfiyati allaqachon yurtimizda boshlanib ketgan. Har qadamda archalar, har qadamda o'sha bayram belgilari va odamlar allaqachon bir-biriga kelayotgan yangi yillar bilan degan yaxshi tilaklarni izhor etishni boshlab yuborishgan. Va studiyamizning mehmonlari ajoyib ijodkorlar, shoir, xonanda, sozanda, ajoyib tashkilotchi Bobur Bobomurod. Noringa aytgan she'rlarni eshitdingizmi? Voy, gap bo'lishi mumkin. Nima edi o'zi ikki qator? Nima edi Bobur aka? Agar yesang bunaqa norin, og'rimaydi hech qachon qorinmi? Ana esingizda qolibdi. Ha, sog' bo'ling. Boya bir qo'shiq haqida gapirdik. Bobur aka o'zaro gaplashib o'tirgandik. Yangi premyera dedingiz. Shu premyerani hozir yoshlarimizga bersak, Kumushxon bilan Komronga bitta bular ijrosida tinglasak. Bu qo'shiq hali chiqmasdan turib tarqalib ketdi. Shabada degan. Ha. Shabadada yozilgan she'r. Shabadada? Ha. Ha, hozir chunki soat millari 9 ga qadar yaqinlashib kelyapti. Ha, bir pasda ko'z ochib yumguncha efirimiz Yetib boryapti. nihoyatga yetib qolyapti. Shabada degan qo'shiqni bo'lmasa hozir xayrlashamiz, niyatlarimizni Tilaklarimizni aytamiz, bildiramiz va ana undan keyin Finalga. Shabadani eshitamiz, ha? Eng qaynoq Bo'ldi. shirin joyiga olib She'r qo'yamiz. o'qiysizmi, o'qimaysizmi? Yo'q. Bag'ishladim yoshlarga. Chunki sahnaga miltuvchisi otilish kerak degan gap bor. Mahmudaxo, ayting niyatlaringizni. Xayrlash oldidan, ha? Xayrlashamiz, daqiqalarimiz yetib qolibdi. Barcha bizni tomosha qilgan yurtdoshlarimizga, muxlislarimizga rahmat deb qolamiz va bugun shu o'rinda o'zimni opamni farzandlarini tug'ilgan kun ekan tabriklab o'tsam, Yahyobek. Ha, Madina opamning o'g'illari Yahyobekni 2 yoshlik tavallud ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Umri uzoq bo'lsin, har doim bizni ko'zimizni quvontirib yursin deb qolaman va yurtdoshlarimizga rahmat. Zo'r TVni tomosha qilishni unutmang. Marhamat. Bugungi kunimiz juda ham zavqli, fayzli o'tdi. O'zi har jumada muxlislarimiz boshqacha tomosha qilishyapti, sababi Zo'r TV o'zining chiroyli tuhfalarini hadya etyapti muxlislarga. Aziz teletomoshabinlar, Zo'r TVdan yiroqlashmang. Zo'r TV nafaqat erta tongdan, balki kun davomida sizni kayfiyatingizni ko'rsatishga, ko'tarishga harakat qiladi. Sog' salomat bo'linglar. Bobur aka, bir narsa aytingchi qani? Kunimiz xayrli bo'lsin. Yaxshiliklar ko'p bo'lsin, yangi yillar ham yaxshi yil bo'lib kelsin. Albatta. Albatta, dilimizdagi eng yaxshi niyatlarni aziz yurtdoshlar, ertalabdan Zo'r TVni tomosha qiladiganlar, biz bilan birga tongni qarshi olganlar, hammangizga kun xayrli, barakali bo'lsin. Va oldinda dam olish kunlari bor, shanba, yakshanba. Ana shu kunlar maroqli o'tishini sizlardan so'rab qolamiz. Yengilgina shabboda esib tursin, sababi Komron hamda Kumushxon ana shunday shabboda degan chiroyli qo'shiqni premyerasi bilan ertalabdan salomni juma tongidagi sonini o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sog' salomat bo'linglar. Marhamat yoshlar. Rahmat. Shabada esardim mayina doqchi, yulduzlar edilar ko'kda poyloqchi. Shabada aylalar jonga yoqardi, oqshom sokin edi oyizda soqchi. Maftun boqar edi yorim ko'zlari, dilga yoqar edi asal so'zlari.
Shabadada qoldi otash hislarim, yurakni yondirgan sevgi kezlarim. Shabadada, da, da, shabadada, shabadada, da, da, shabadada, shabadada, da, da, shabadada, shabadada, da, da, shabadada. Shabada eslatar go'zal damlarni, yulduzlar yondirgan o'sha shamlarni. Baxtni topgan edik, vaqtni sezmadik, uzun tun unutib barcha g'amlarni. Asta silab o'tib bog'da gullarini, atirga to'ldirib qancha yo'llarini. Shabadada kelar yorimdan xabar, bog'lab bir-biriga oshiq dillarni. Shabadada, da, da, shabadada.